Assalomu alaykum azizlarim. Mani sizlar ko'rib turganlaringdan bag'oyatda xursandman. Sizlarga tinchlik, xotirjamlik tilab, mana sekin shirin suhbatga ozgina bir gaplashamiz. Onalar haqida, ayollar haqida jicha ozgina suhbat qilamiz. Hozir jicha reels qildim onajonimga. Men eng boy, eng baxtli insonman. Bemalol ayta olaman shunaqa. Nimaga? Onam tiriklar, onam borlar. Mana bugun 2 marta gaplashdim, telefon qildim, qo'ng'iroq qilaman. Har kun gaplashamiz. Endi Telegramdan nimalardan gaplashamiz, lekin to'g'ri telefon qilaman. Agar ajidaniyada bo'lsalar, darrov hilol qilyapti deb, shunday ajidaniyadan menga o'tib ketadilarda. Xursand bo'laman. Men uzoqda bitibgina farzandlari uzoqda, men xolosda, qolganlar oldilarida. Ular 24 ga yetdi, ular har doim yonida ayami. Shuning uchun dunyoda baxtli, boy inson onasi borlar. Onalarini qadriga yetib, hurmat qilib, e'zozlab, mazza qilib, aytganlarini qilib, xo'p deb, darrov yaxshi gapirib, yaxshi ko'raman sizni deb aytaveringlar. Aytaveringlar. Mazza qilasizlar ekan bir boshqacha. Ayollarda energiya juda kuchli ayollarda. Ayollar aytadi, "Hali toplivamizda biz toza topliva samolyotga qo'yiladigan bor, mana mashinalar toplivasiz yura olmaydi. Benzini tugasa bitta joyda qoladi." Xuddi o'shanday biz ayollar toplivamiz. Bizdan erkaklar energiya olib zo'r yuradi ko'chada. Sizlarda energiya ko'p ayollar. Shunaqa ayollar bor. Erkaklar o'zi kuchli bo'ladi. Erkaklar o'zi kuchli, o'zi tabiiy kuchli erkaklar. Ayollar nежный, judayam nежный, ajoyib bir nimaga ega. Ikkita butunlay boshqa insonlar, to'g'rimi? Lekin Xudoyim taolo shunaqa qilib yaratib qo'ygan, jipslanishadi. Bir-birlarining rayrovlariga qarab, hali havoda mana misol uchun qishda yalang'och, mana yozgi ustuvosha chiqmaymiz o'qishda. Deb qaraymiz. Havo sovuqmi, dari kurtka kiyamiz, to'g'rimi? Havoni rayroviga qaraymiz. Ha, issiq kurtkami kiyishim kerak, ko'cha sovuq deymiz. Mana ko'cha hozir issiqmi? Yengil bunaqa yelpil narsalarni kiyib chiqamiz. Havoni rayroviga qaraymiz. Xuddi o'shanday ikkita butunlay boshqa qarama-qarshi havolar bir-biri bilan jipslashib, bir-birlarini hurmat qilib, e'zozlab, bir-birini tushunib, umrini oxirigacha yaxshi muhabbatini berib, yaxshi gaplashib, faqat mana shu shirin tilidan yaxshi gaplar chiqib, farzandlarini yaxshi katta qilsa, jannat eshiklari ular uchun shunday ochiq bo'ladi. Bu bor narsa. Shuning uchun biz toplivamiz, biz energiyamiz. Ayollarda ham har xili borda, lekin ayollarda xunigi yo'q. Ayollarda xarakteri har xillari bor. Xuddi mana telefonga zaryadniki qo'yib qo'ysangiz, ertalabgacha 30 turaveradi, yo 40 endi olgan bo'ladi. Ayollar ham xuddi shunday. Bir xil ayol 100 qilib to'ldirib beradi, 10 minutda to'ldirib qo'yadi, bilasizlarmi? Shunaqa zaryadniklar bor, 10 minutda to'ldirib qo'yadi zaryadini. Xuddi o'shanday ayollar ham 10 minutda ikki kishiga shunaqa energiya berish mumkin. Shunaqa to'plivasini, tozasini shunday zo'rlab berish mumkin. Bu erkak ko'chada zo'r yurib, yaxshi topib keladi. Shunaqa ayollar bor, 30-40 foiz zo'rg'a to'ladi u. To'lmaydi ham, 30-40 bo'ladi. U kunda bo'yi ishlalmaydi u. Olib kela olmaydi hosilini. Uni yaxshi to'ldirib bera olmadi. Nimaga? Hali ishdan kelsa, keldingizmi? Ha, ish bo'lmadimi? Pul bo'lmadimi? O'zi qachon ishingiz yurishadi sizni? Ovqat tayyor yeb oling. Xudo o'zimga bersin. Charchadim. deydigan ayollar ham bor. Shukr qilish kerak. Shu keldimi ko'chadan, shirin mana shu shirin so'zni ayamash kerak. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, o'g'lingizmi, kim bo'lsa ham, kimdir ko'chadan yaqinlaringiz keldimi, shirin so'zni ayamash kerak. Mana shu gap, mana shu chiqib turgan shirin tilimizdan faqat shirin narsalar chiqishi kerak ekan. Shunga ahamiyat berish kerak. Men shu narsaga ahamiyat berish kerak ekan deb qo'ydim. Astoydil ahamiyat berish kerak. Keyin yonimizda, atrofimizda insonlarga ham qarashimiz kerak. Kimlar biz bilan oldimizda? Kimlar? Samimiy, ochiq, duo qiladigan, faqat yaxshilik tilaydigan, yaxshilik ulashadigan, faqat yaxshilik gapiradigan,
yolg'on gapirmaydigan, ig'vo qilmaydiganlarmi? Demak, siz xuddi o'sha zazirkalits qilyapsiz. Siz o'shanaqa insonsiz. Oldingizda yolg'on gapiradigan, orqasidan ig'vo qiladigan, bir umr proshlaysidan bir umr norizo, o'tgan o'tmishini gapiraveradi, afsus chekaveradi. Siz mani buna bo'ldi dedimi? Demak, siz o'sha zazirkalits qilyapsiz. O'zingizdan ayb to'xtaring. Oldin o'zingizdan. Nimaga shunaqa insonlar tevarak atrofimda deb savol berish kerak inson. Demak, o'sha inson zazirkalits qilaveramiz biz o'zimiz. Mana biz ko'zimizga bir-birimizga qarab, qarama-qarshi turib, misol uchun sizni yaxshi ko'raman, men deyapman. Siz kimni ko'ryapsiz? Meni ko'ryapsiz. Ko'zingizda meni ko'ryapsiz. Shu men yaxshi ko'raman degan menga qaytib kelyapti. Siz boy bo'ling, badavlat bo'ling, boy bo'lib keting. Ishlaringiz omadini bersin desam, o'sha o'zimga qaytib kelaveradi. Ishing yurishmasin, ilohim unaqa bo'lgin desa, o'ziga qaytib keladi. Hamma narsa o'zimizga qaytib keladi. O'shaning uchun yaxshi ko'ramiz deb yaxshi yaqin insonlarimizga ko'ziga qarab, men sizni yaxshi ko'raman deb bunday qarab turganingizda, u inson kimni ko'ryapti? Sizni ko'ryapti, meni ko'ryapti. Men demak o'zimni yaxshi ko'ryapman. Shunaqa, mana shunaqa aniq bu narsa bor. Faqat yaxshilik, mana shunaqa o'tmishni o'ylamash kerak, umuman o'ylamash kerak. Oldinga qarash kerak, oldinga maqsad qo'yish kerak ekan. Farzandlarga ilm o'rgatish kerak ekan. Ilmni o'rgatish kerak ekan, o'qitish kerak ekan. Keyin noni butun bo'lar ekan. Shunaqa ekan. Hamma narsa bankrot bo'lishi mumkin. Zo'r boyvachcha odam bankrot bo'lishi mumkin. Nol bo'lishi mumkin. Lekin ilmi qoladi-ku o'zida. Ilmi qoladi. Ilm bilan yana ko'tarilib zo'r bo'lib ketaveradi. Bankrot bo'lgani bilinmaydi. Biz eng kuchli zo'r energiyaga boy ayollarmiz. Biz shunaqa kichkina ayollar kuchlik, mana inson, erkak kishi kuchlik, umuman kuchlik zot erkak zoti kuchliga. Kichkina ayolcha nol qilib xo'r qilib qo'yish mumkin o'sha erkakni. Shunaqa qilib qo'yishi mumkin. Shuning uchun aytadi-yu, verность можешь купить или продать, ali vafodorlikni zastavить qilish mumkin, sotib olish mumkin. Menga vafodor qol, sodiq qol menga. Mana senga uy, mana senga mashina, mana senga pul. Faqat menga sodiq qol, umrim oxirigacha men bilan bo'lsa, albatta deydi. Bo'ldi deydi. Uni sotib oldi. Unda unaqa nежность, boshqa nежность beradigan narsa yo'q. Yo'q. Нежность не купишь, не продашь deydi. Не заставишь deydi. Нежность ham из 1001 bo'ladi. Ayollarga, bunday Allohning nazari tushgan ayollar bo'ladi. O'shanaqalarda bir izuminka bo'ladi. O'sha izuminkani topolmaguncha ichi chiqmay yurgan insonlar ham bo'ladi. Bor. Shuning uchun gapirib turgan gapimizga ahamiyat berishimiz kerak. Odamlar bor, mana shunday ko'zingizga qarab turib, bemalol yolg'on gapiradi. U bilmaydiki, o'zini o'zi aldayapti. Mani bas, o'zini o'zi aldayapti. Ko'zimizga qarab turib gapiraveramiz. Uni ko'ziga qarab. U ko'zida kimni ko'ryapti? Mani ko'ryapti. O'zini o'zi aldayapti. O'zini o'zi aldayapti. Tevarak atrofdagi odamlarga albatta ahamiyat berish kerak. Albatta. Men shunaqa deb bildim. Xudoyim taolo o'zi sinovga insonlarni jo'nataveradi. Hamma zo'r bo'lib, zrazu bilog'on bo'lib tug'ilmagan hech kim. Sekin-sekin shu insonlarni ko'rib, sekin-sekin ko'zi ochilib, pishib ko'rib boraveradi. Lekin shu dunyoga kelganingizdan keyin mana shu chiroyli, mana shu osmon, musaffo osmonni ko'rib, yaxshi, chiroyli, unumli foydalansa, hayot kechdi. Shuning uchun,
hayot zo'r bo'laveradi, ishingiz yurishaveradi, baraka fayz kiradi. Qachon faqatgina yolg'on gapirmang, samimiy, birovlarni ig'vo qilmang, orqasidan gapirmang, yaxshi gapirib, mana shu shirin tilimizdan faqat yaxshi gaplar chiqarsa, ishingiz o'ngidan kelaveradi. Ishingiz o'ngidan kelaveradi. Oldingizda yaqin atrofingizda insonlarga yaxshi ko'raman sizni deyvering. Yaxshi ko'raman sizni. Yaxshi ham siz bor sizning yaqin insonlaringizga. Yaxshi, o'sha ham juda ham yaxshi. Maza qilasiz. Ancha azizlarim, men sizlarga faqat izobiliya tilayman, yaxshilik tilayman. Uylaringga tinchlik, xotirjamlik, fayz va baraka tilayman. Hammamiz bu dunyoga chiroyli yashash uchun bir-birimizni hurmat qilib, sevib, sevilib yashash uchun kelganmiz. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsa, hamma narsa sekin-asta bo'laveradi. Yaxshilik bor joyda, muhabbat bor joyda yomonlik bo'lmaydi. Ishlaring yana ham zo'r bo'laveradi. Shuning uchun sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Podpiska qilganlaring uchun rahmat. Kommentlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Odilbek Xolmirzayev ham juda katta poddershka qilyaptilar. Muxtorjon, Muhayyojon, Shoirajon, raqqosam, Munojatxon poshsho, Faridim, Munis, hammalaringga rahmatlar aytaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, boringlarga shukr. Sizlar bilan shirin suhbatlarimiz ham oxiri nimasiga kelib qoldi. Shuning uchun energiyalaringni, mana bu energiyalaringni yaxshi tarqatishni o'rganinglar. Zo'r, chiroyli, unumli foydalanib, zo'r tarqatishni o'rganinglar. Xo'p? Yana ko'rishguncha, xayrlashib qolaman.